بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'rganishidagi keyingi darsimizni boshlaymiz. Ana shu haj mavsumida payg'ambarimiz uchrashgan kishilarning yana biri Suvayd ibn Somit. Bu kishi arablarning hakim, sayyid, ulug' kishilardan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam u bilan uchrashib, "Ey Suvayd" dedi, "Menda go'zal so'zlar bor. Quloq sol." Suvayd aytdi, "Quloq solmayman." Nimaga? "Menda seni so'zingdan ham go'zalroq bor" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni bu so'ziga, "Unda menga eshittir o'z so'zlarini" dedi. Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning da'vatdagi bir hikmatini ko'raylikki, u aniq Suvayd ibn Sobitning so'zlari payg'ambarimizning so'zidan go'zal emasligi. Lekin odob yuzasidan, hikmatdan eshitaylikchi bo'lmasa dedi. Bizda bo'ladi-yu, "Yo siz turib turing, men gapirib olay." Meni gapim sizdan albatta yaxshi. Men turganda siz jim turing. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zot mushrik bo'lgan mana shu Suvayd ibn Somitga "Mani gapiringchi, eshitaychi" dedi. Bu hikmat yuzasidan, odob yuzasidan. Suvayd Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytgan so'zlari nima edi? Suvayd ibn Somitda Luqmon Hakimning nasihatlaridan bir mujallati bor edi. Bir yodlab olgani shu so'zlarni. Luqmon Hakim mana Qur'onda Luqmon surasi bor, hammamiz bilamiz. U kishi nabiy bo'lgan deyiladi, ba'zilar nabiy bo'lgan deydi. Lekin nima bo'lganda ham bu kishi musulmonlarning ulug' kishilaridanki, Luqmonni o'zini farzandiga qilgan nasihatlarini musulmonlar iqtido qilib ergashlik uchun Alloh taolo sunnat qildi. Ya'ni Alloh taolo mana Luqmon surasida aytadi, "Astagfirullah, ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim." Ey o'g'ilcham, Allohga shirk keltirmang, zero shirk buyuk zulmdir. Va boshqa oyatlarda Luqmon dedi, "Ey o'g'ilcham, shak shubha yo'qki, agar xardal o'simligining urug'idek bir zarra yaxshi yoki yomon amal qilinadigan bo'lsa, bas u amal biron xarsang tosh ichida, yo osmonlarda, yo yer ostida bo'lsa, o'shanada Alloh keltirur." Luqmon Hakimning nasihatlari ikki qism edi. Ikkiga bo'linadi. Birinchi qismi tavhidga xos. Yuqorida aytib o'tgan oyatlarimiz bunga misol bo'ladi. Ikkinchi qismi axloq, odobga taalluqli oyatlar edi. Astagfirullah va la tusa'ir khaddaka lin-nas va la tamshi fil ardi maraha innalloha la yuhibbu kulla muxtalin fakhur. O'g'liga nasihat qilib, odamlardan mutakabbirlik bilan yuzingni o'girmagin va yerda kibri havo bilan yurmagin, chunki Alloh taolo barcha kibrli, havoli, maqtanchoq kishilarni suymas. Suvayd ibn Somitda Luqmon Hakimning odob, axloqqa taalluqli nasihatlari bor edi. Vaqt o'tishi bilan odamlarda tavhidga dalolat qiladigan nasihatlari esdan chiqib ketib, odamlarning esdan chiqib ketib, faqatgina axloqqa taalluqli nasihatlari qolgan edi. Mana shu nasihatlardan xabardor edi. Suvayd ibn Sobit bu hikmatlarni aytib bo'ldi. Albatta bu oddiy bir insonni so'zi bilan, oddiy so'zlar bilan zikr qilindi. Lekin Qur'on Alloh taoloning kalomi Rabboniy siyg'ada. Mana Qur'on oyatlariga murojaat qiladigan bo'lsak, agar Alloh taolo biror bir maxluqni tili bilan gapirtirgan bo'lsa Qur'onda, unda e'joz bor, hikmat bor. Luqmon Hakimning nasihatlarini Suvayd o'zini tili bilan gapirdi. Sulaymon alayhisolamning qissasiga murojaat qiladigan bo'lsak, ana shu qissada chumoli o'zini qavmiga shunday bir xitob qildiki, qisqa, mo'jaz lekin bir lug'atdagi e'joz bor bunda. To ular chumolilar vodisiga yetgan vaqtlarida bir chumoli, "Ey chumolilar, uylaringizga kiringlar. Yana Sulaymon va uning lashkari o'zlari sezmagan hollarida sizlarni bosib yanchib ketmasinlar" degan edi. Qisqa so'z, lekin juda katta ma'nolari bor. "Ey chumolilar", nido, chaqiriq. "Uylaringizga kiringiz", amr. Yana Sulaymon xos aytilinyapti. Uning lashkari umumiy aytilinyapti. O'zlari sezmagan hollarida uzrda ham qoyim qilib qo'yapti. Kichkinagina jumlada mana shunday bir lug'atdagi bir e'joz bor. Nima uchun? Alloh taolo Qur'onda Rabboniy siyg'ada zikr qildi buni. Lekin Suvaydning so'zlari oddiy insonning so'zi edi. Payg'ambarimiz Suvaydning so'zlarini eshitib bo'lib aytdilarki, "Bu so'zlar go'zal, lekin menda undan ham go'zalrog'i bor" dedi. Bu javobni eshitgan Suvayd qotib qoldi. Chunki hech qachon
odamlar bilan mana shu lug'atda bahs qilib, bu nasihatlarni aytib bersa, hech kim bu narsa deyishlikka yaramas edi. Birinchi marta payg'ambarimizdan seni so'zingdan ey Suvayd, meni so'zim go'zalroq dedi. Eshittir unda deganida payg'ambarimiz unga Qur'on oyatlarini tilovat qilib berdi. Suvayd bu so'zlarni eshitdi-da, albatta bu so'zlar nihoyatda go'zal, ajib dedi-yu, lekin iymon keltirmadi. Keyinroq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilishidan avval iymonga kelgan bo'ldi. Ana shu yili payg'ambarimiz haj mavsumida uchrashgan kishilardan yana bir kishi Zimol al-Uzdi. Bu kishi Yamanning Uzdi shanuasidan edi. Bu odamlarga ruqiya o'qib dam solardi. Ruqiyachi edi. U Makka ga kelganida ba'zi bir ahmoq tenteklar payg'ambarimiz haqida gap ketganda, u Muhammad majnun, jinni bo'lib qolgan deydi. Shunda Zimol al-Uzdi yaxshi niyat bilan shu odam bilan bir uchrashsam bo'lar ekan. Bir dam solib qo'ysam, shoyat Alloh men tufaylimga shifo berib yuborsa dedi-da, payg'ambarimizni so'rab surishtirib topdi. Kelib payg'ambarimizga, "Ey Muhammad, men senga ruqiya o'qib dam solib qo'yaymi?" dedi. "Seni tuzatib qo'yaymi?" dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga, "Innal hamdalillah nahmaduhu va nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu va man yudlil fala hadiya lahu va ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu" deb turib so'zini boshlamoqchi bo'lganida Suvayd to'xta dedi. "Hozir nima deding? Yana bitta qaytar gapingni." Payg'ambarimiz so'zini yana bir marta qaytarib berdi. Yana bir marta qaytar dedi. 3-chi marta qaytarib bergandan keyin Allohga qasam dedi Suvayd. "Men ko'p sehrgar, kohin, munajjimlarning so'zini eshitganman, lekin ularning hech qaysini so'zi seni so'zingga o'xshamaydi. Qo'lingni uzat, men senga iymon keltiraman" deb musulmon bo'ldi. Payg'ambarimizni tuzataman deb kelib o'zi tuzalib qoldi. Nubuvatning 11-yilida payg'ambarimiz ahli Yasrib, mana Madina avvalgi ismi Yasrib edi. Ana shu Yasribdan kelgan 6 kishi bilan uchrashdi. Mana shu uchrashuv islom tarixini va butun insoniyat tarixini o'zgartirib yubordi. Aqabada ular bilan uchrashib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga din, islom, oxirat haqida gapirdi. Qur'on oyatlarini tilovat qilib berdi. Ular oyatlarni eshitganlaridan keyin bir chekkaga o'tib, bir-birlariga Allohga qasam, Yahudlar bizni qo'rqitayotgan kishi mana shu dedi. Nima edi qissasi? Madina, Yasrib yashovchilari aholisi asosan 3 qism edi. Aws va Hazraj qabilalari, 3-toifasi Yahudlar. Aws bilan Hazraj arab qabilasi hamda Yahudlar. Yahudlar o'zi 3 qism edi Madinada. Banu Nazir, Banu Qaynuqo, Banu Qurayza. Qachon mana shu arablar bilan Yahudlar o'rtasida bir kelishmovchilik bo'lib qoladigan bo'lsa, Yahudlar aytar edi, bular ahli kitob edi, qo'lida Tavrot bor edi. Oxir zamonda payg'ambari chiqadigan vaqt yaqin qoldi. O'sha payg'ambar chiqqan paytda biz unga ergashamiz hamda sizlarni Od va Samud qavmlari halok qilganidek qirib halok qilamiz dedi. Bularda qo'lida kitob bo'lmaganligi uchun, mushrik bo'lgani uchun indamay turishaverardi. Endi mana shu narsani eslatib, bu Hazrajlik 6 kishi bir-biriga aytayaptiki, ana shu kishini aytib qo'rqitishar edi bizni. Shu kishi bo'lib qolmasin. So'ziga qaranglar, haqiqatan chiroyli dedi-da, Yahudlar bizdan o'zib ketmasin. Ularning va'dalari haqiqatga ro'yobga chiqib qolmasin dedi-da, mana shu 6 kishi iymon keltirdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga. Ular aytdilar, mana shu kishi iymon keltiraylik. Shoyat o'zimizni qavmdoshlarimiz o'rtasida bo'layotgan urush janjallar mana shu kishi tufayli bosilsa. Shoyat qalblarimizni bir-biriga ulfat qilsa. Aws bilan Hazrat juda ko'p uzoq muddat bir-biri bilan urushib kelar edi. Bular iymon keltirishdi. Keyingi yili, nubuvatning 12-yilida haj mavsumiga Madinaliklardan endi 12 kishi keldi. 10tasi Hazrajdan, 2tasi Aws qabilasidan. Ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashib, Madinada kishilarning islomga kirishi ko'payayotganligini xabarni berishdi. Ular birinchi marta Aqaba bayati, mana birinchi Aqaba bayatini payg'ambarimizga berishdi. Bayat bu va'da, itoatga va'da berishlik. Bu bayat birinchi Aqaba bayati ayollar bayati deb nomlandi. Nima uchun? Bu 12 kishining orasida ayol kishi yo'q edi. Ularni bergan bayati Allohga shirk keltirmaslik, o'g'rilik qilmaslik, pokiza odamlarga bo'xton qilmaslik, ma'ruf ishlarda osiy bo'lmaslik,
zino qilmaslik, farzandlarni o'ldirmaslikka bay'at berishdi. Bu bay'atning ichida jihodga bay'at berilmaganligi uchun ayollar bay'ati deyildi. Chunki ayollar payg'ambarimizga jihodga bay'at berishmasdi. Demak, birinchi Aqaba bay'ati ayollar bay'ati deb nomlandi. Imom Muslim rivoyati. Madinada islom keng yoyilgan edi. Shuning uchun bu 12 kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan dinni o'rgatishligi uchun o'zlariga bir sahobani qo'shib berishligini talab qilishdi. Payg'ambarimiz ularga Mus'ab ibn Umayrni elchi qilib yubordi. Islomdagi birinchi elchi Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr Madinaga borib tinimsiz mehnat qildi. Bir ajib bir kuch sarfladi. Madinaning sayyidlaridan bo'lgan Sa'd ibn Mu'oz va Usayd ibn Huzayr islomi. Kufrda bo'lgan bu ikki kishi Avs qabilasidan, Banu Abdul Ashhal urug'ining sayyidlaridan edi. Musab Madinada qilayotgan ishlarini eshitib, Sa'd ibn Mu'oz Usayd ibn Huzayrga sen mana Makkadan kelgan yigit bilan Asad ibn Zurorani oldiga bor. Ularni tiyib qo'y. Biz odamlarimizni yo'ldan ozdirmasin. Agar Asad ibn Zurora meni qarindoshim bo'lmaganida bu ishni o'zim qilardim dedi. Usayd ibn Huzayr qo'liga nayzasini oldi. Banu Abdul Ashhal urug'ini bir bog'ida, quduqda oldida Mus'ab ibn Umayr bilan Asad ibn Zurora kishilarga islomni o'rgatib ta'lim berib turardi. Usayd ibn Huzayr kelayotganini ko'rgan Asad, "Ey Mus'ab" dedi. "Ana u kishi qavmini sayyidi, Allohga sodiq turgan. Chunki uning orqasida ko'p yaxshilik bor" dedi. Usayd ibn Huzayr bu ikki kishining oldiga keldi. Ularga qarab turib, "Bizni yerlarimizga kelib, aqli zaif tentaklarimizni, yoshlarimizni yo'ldan ozdirasizlarmi? Agar jonlaringiz aziz bo'lsa, tezda ketinglar bu yerdan" dedi. Mus'ab esa xotirjam suratda, "Ey amaki, o'tiring. So'zimizga quloq soling. Agar gaplarimiz yoqsa qabul qilasiz, agar ma'qul bo'lmasa, sizlarni qaytib bezovta qilmaymiz" dedi. Aqlli odamlar bo'lgan bu kishilar. "To'g'ri aytding" dedi, nayzasini yerga sanchib turib, ularning oldiga kelib o'tirdi. Musa bunga din, iymon, oxirat haqida gapirib, Qur'on oyatlarini tilovat qilib berdi. Oyatlarni eshitar ekan, Usayd ibn Huzayrning yuzidan unga oyatlar ta'sir qilayotganligi bilinib turardi. Hali shahodat kalimasini aytmadi, lekin oyatlar unga shunday ta'sir qilgan edi. Oyatlarni tugatgandan keyin, bu naqadar go'zal, ajib so'zlar. Bu dinga kirish uchun nima ish qilish kerak edi? Unga yuvinib, kiyimingizni va badaningizni poklab, shahodat kalimasini aytib, 2 rakat namoz o'qish istedi. Shart turdi, bordi, o'sha joydagi bir suvda yuvinib, kelib shahodat kalimasini aytib, 2 rakat namoz o'qib islomni qabul qildi. Bular shunaqa odamlar bo'lgan. To'g'riligiga qalbi qanoat hosil qildimi? Dadamdan so'rab kerak, qo'shnimdan so'rab kerak demagan. To'g'riligiga ishondimi? Shart qabul qilgan. Endi bir narsani noto'g'ri deb bildimi? Shart tashagan. Endi Usayd ibn Huzayrni Sa'd ibn Mu'oz jo'natdi, borib nari ikkovini haydab keldi. Endi Usayd musulmon bo'lgan holda qaytib kelyapti. Uni jo'natgan majlisda oldiga kelayotganida Sa'd Usaydning yuziga qarab turib, "Buni yuzi" dedi. Ketayotganda boshqacha edi, hozir qaytib kelayotganda boshqacha bo'lib qoldi. "Ey Usayd, nima ish qilding?" deganida, Usayd aytdiki, "Ularga aytdim, ulardan bir yomonlik ko'rinmadi" deganida, "Sen" dedi, "meni maqsadimni amalga oshirmabsan" dedi. Nayzani oldi o'zi bordi. Usayd ibn Huzayr ularni oldidan qaytayotganida bu ikkita sahobani oldida. "Hozir men bir odamni jo'nataman. Agar shu iymonga kelib qolsa, qavmini hammasini iymonga keldi do'ringlar. Hech kim uni gapini qaytarmaydi" degan edi. Endi nayzasini ko'tarib kelyapti. Asad ibn Zurora Mus'ab ibn Umayrga, "Mana shu odam islomga kirsa, qavmini hammasini islomga kirdi do'ring. Shubha yo'q bunda" dedi. Endi Sa'd ibn Mu'oz kelib turib, boyaga gapni aytdi. "Bizni ahmoqlarimiz nimaga yo'ldan ozdiryapsizlar? Joninglar aziz bo'lsa chiqib ketinglar" dedi. Mus'ab ibn Umayr unga odob bilan, hikmat bilan, "Amaki, o'tiring. Gapimizga quloq soling. Agar gapimiz ma'qul bo'lsa, qabul qilasiz. Ma'qul bo'lmasa ketamiz" dedi. Sayyidga loyiq muomala. Xuddi shu Sa'd ibn Mu'oz roziyallohu anhu Xandaqda jarohatlanib turganda payg'ambarimiz chaqirtirib keladi. O'tirgan sahobalarga "Turinglar. Qavminglarda sayyidi keldi" degan edi. Odamlarni holatiga qarab muomala qilinadi. Hammasiga bir xil qo'pol muomala qilinavermaydi.
qaysi bir odamga yumshoq gapiriladi, qaysiga qattiqroq gapiriladi. Endi bu kishi qavmini sayyidi, o'ziga yarasha muomala qildi. Bizda qanaqa bizda? Aytyapmiz-ku, Mus'ab ibn Umayrdek da'vatchi kishi aytayaptiki, o'tiring, eshiting, yo'qsa oling, bo'lmasa ketamiz deyapti. Eshitasan, olasan, qilasan demayapti. Eshiting, ma'qul ko'rsangiz oling, bo'lmasa ketaveramiz deyapti. Sa'd to'g'ri aytding, dedi-da yerga o'tirdi. Mus'ab unga islomni arz qilib Qur'on o'qib berganida u ham islomni qabul qildi. Mus'ab ibn Uqba rivoyat qiladi, Mus'ab unga Zuhruf surasidagi oyatlarni o'qib bergan dedi. U oyatlarni eshitar ekan, xuddi Usayd ibn Huzayrda holatiga tushgan edi. Mus'ab oyatlarni o'qishni tugatishiga turdi, u ham shahodat kalimasini aytib musulmon bo'ldi. So'ngra o'zini urug'i Banu Abdul Ashhal oldiga borib turib, "Ey qavm" dedi, o'zini urug'ini yig'ib. "Meni kim deb bilasizlar oranglarda?" dedi. Ular aytishdi, "Siz bizni eng sharafli, nasl nasabli, to'g'ri fikrli sayyidimisiz" dedi. Sa'd ibn Muoz aytdiki, "Agar sizlar Muhammadning diniga kirmasanglar, har bitta erkak ayolinglarda gapi menga harom. Sizlar bilan gaplashmayman" dedi. Ular bugun Banu Abdul Ashhal urug'idan har bir erkak ayol islomni qabul qiladi. Shu kuni hammasi musulmon bo'ldi. Endi e'tibor beraylik. Bu kishilar sayyid deyilyapti, sayyid deyilyapti, sayyid nimaga? Bizda ham bormi shunaqa sayyidlar? Bir og'iz gapi bilan xalqni erishita oladigan. Hamma hurmat qiladigan, bitta qilgan harakatiga odamlar iqtido qiladigan odamlar bormi? Bizda sayyid deganda qaysi o'lchovlar bilan o'lchaymiz sayyidni? Sanaylik-da. Sayyid deganda bizga sayyid bo'lish uchun kim bo'lish kerak? Puli bo'lish kerak birinchi. Amali bo'lish kerak va hokazolar. Lekin asosiy sayyid bo'lishlik uchun ikkita narsa bo'lish kerak. Puli bo'lish kerak, amali bo'lish kerak. Nasl nasabi qanaqa bo'lsa ham, axloq qanaqa bo'lsa ham puli bo'lsa bo'ldi. Bu sayyidligini ko'ringki, haqni ko'rdi. Haqqa o'tdi, kalimani keltirdi. Endi shu narsani yaxshiligini bilganidan keyin o'zini qavmiga ilinyapti. Agar menga aytgan so'zimga itoat qilmasanglar, Muhammadning diniga o'tmasanglar, sizlar bilan gaplashmayman deyapti. Majbur qilyapti o'tishlikka haqqa. O'lib ketishmaysanmi? Men aytdim, qo'ydim demayapti. Bizda qachon shunaqa sayyidlar bo'ladi? Qachon hurmat qilinadi? Ana shu xalqini g'amini yesa, molini, vaqtini, umrini sarf qilsa, odamlar undan yaxshilik ko'rsa va bu qilgan yaxshiligi xolis Alloh uchun bo'layotgan bo'lsa, yana sayyid bo'ladi. Bizda ma'lum bir maqsadga yetib olguncha sarflaydi. Yetib olgandan keyin o'shuning uchun sayyid emas ular bizga. Kim sayyid? Xalqini g'amini qiladi, ularning mehnat, ular orqasidan mehnat qilib yuguradi, hamda bu ishi uchun rahmat kutmaydi. Muxlis odamlar bo'ladi, shular sayyid bo'la oladi. Bormi shunaqalar? Endi u o'zimizni ichimizdan chiqmasa, qayerdan tashqaridan bo'lib kelib bizga sayyid bo'la olmaydi. O'zimiz bolalarimizni tarbiya qilib turib, o'zimizdan yetishtiramiz shunday kishilarni. Madinaliklar iymonga kelganlari, iymonga kelmaganlarini islomga olib kirishlik uchun da'vat qilishda har xil yo'llarni qilishar edi. Amr ibn Jamuh islomi. Bolalari uni islomga da'vat qilmoqchi bo'lib, bir necha marta bir Mus'ab ibn Umayr bilan suhbat qilishdi, unamadi. Amr ibn Jamuhning o'g'illari uni islomga da'vat qildi, u qabul qilmadi. Shunda tunladi birida Amr ibn Jamuhni buti ilohi turadigan xonaga o'g'illari tunda kirishdida, haligi sanamiga, butiga axlat najosatlarni surtib iflos qilib qo'yib chiqib ketishdi. Ertaman Amr ibn Jamuh har doimgidek ibodat qilgan haligi butun oldiga kelsa, hamma yo'g'i iflos najosatda turibdi. Kim bunday qildi seni? Indamay turardingmi? O'zingni himoya qilmadingmi deb haligi toshga gapirdi-da, yuvib tozalab, atirlarni sepib, chiroyli qilib ketdi. Ikkinchi kuni o'g'illari yana kelishdi, yana kechagi ishini takrorlashdi. Axlat najosatlarni surtib qo'ydi. Amr ibn Jamuh ertaman ko'rib yana achchig'i keldi. Indamay turardingmi? O'zingni himoya qilmadingmi dedi-da, yuvib tozalab bo'lganidan keyin qilichni boshiga ilib qo'ydi, butini. Agar kechqurun kelib senga bo'lay shunaqa ish qilaman desa, chop tashlar. Ya'ni toshga gapiryapti. Aqlda ozligidan, bu zalolatda bo'lganligidan. 3-kecha o'g'illari nima qilishdi? Bir itni olib kelib so'yib, hali o'li itni butini ustiga qo'yib, itni qonlaridan haliga butiga surtib turib, olib borib hojatxonaga tashlashdi. Tong otdi, ota har doimgidek ibodat qilgani sanamini istasa yo'q. U yoqqa yugurdi, bu yoqqa yurdi, xudosini topa olmayapti. Bolalar, men xudoimni ko'rmadinglarmi deyapti.
Istab hojatxonalarni ko'rib turib, Allohga qasam dedi. Sen ibodat qilishlikka arzimaysan ekan dedi. So'ngra bu butini tashab islomga kirgan bo'ldi. Ya'ni shunday ishlarni qilishdiki, islomga ularning qalbini bo'lishlikka harakatda bo'lishdi. Nubuvatning 12-yilida haj mavsumida Madinalik musulmonlardan 73 erkak va 2 ayol payg'ambarimiz oldiga kelishdi. Endi nubuvatning 12-yiliga keldik. Bu Madinadan kelgan hojilarga qo'shilib Madinalik kofirlar ham kelgan edi haj qilgani. Rasululloh bilan uchrashishlik uchun, bir vaqtga va'dalashlik uchun bu Madinaliklar Baro ibn Ma'rur bilan Sa'd ibn Malikni yubordilar. Ular borib payg'ambarimiz bilan bir vaqtga ittifoq qilib kelishligi kerak edi. Payg'ambarimizni tanishmas edi. So'rashganida amakisi Abbos bilan o'tiribdi deb aytishdi. Baro ibn Ma'rur Abbosni tanirdi. Bordi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga o'tirdi, salomlashdi. Payg'ambarimiz kim sizlar dedi? Baro, men Baro ibn Ma'rurman dedi. Ikkinchi kishi Sa'd, men Sa'd ibn Malikman dedi. Sa'd ibn Malik aytadi, men o'zimni tanishtirganimda deydi. Payg'ambarimiz shunday bir so'zni aytdi, qasam o'lgunimcha unutmayman dedi. Nima deganida payg'ambarimiz? Men Sa'd ibn Malikman deganida, siz shoirmisiz? Shoirmisiz deb juda qattiq xursand bo'lib ketdi. Nima uchun? Hozirgi kunda axborot tarqatishlikda, ma'lumot tarqatishlikda oson yo'li bor, bu televideniya, radio yoki gazeta. U vaqtlarida xabar tarqatishlikda eng qulay yo'li she'r va xutba edi. Payg'ambarimiz odamlarga da'vat qilish uchun odamlarni oldiga borar edi, lekin odamlar shoirlarni istab yurishar edi. She'r nihoyatda ularda orasida mahbub narsa edi. Agar bu she'r haqoratmi, masxarami yoki bir so'kinishmi, eslab qolishi ham oson edi ularda. Bir-biriga yetkazishligi ham oson edi. She'rni shunday yaxshi ko'rishar edi ular. Bir shoirning iymonga kelishligi haqiqatan islom uchun katta yutuq edi. Chunki tasavvur qiling, bitta televizionlik kanal bor yoki o'zida bitta nimangiz bor, studiyangiz bor yoki kunlik programma, barnamingiz bor. Payg'ambarimiz shuning uchun qattiq xursand bo'lgan edi. Agar bu she'rni arablarda hayotiga qanday ta'sir ko'rsatishligini bilmoqchi bo'lsa, bitta misolni aytamiz. Keyinroq payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga bir odam kelib iymon keltirdi. Payg'ambarimiz unga namozni o'rgatdi. Keyin qaysi namoz necha rakatligini tushuntirdi. Peshin 4 rakat, asr 4 rakat, shom 3 rakat, xufton 4 rakat, bomdod 2 rakat. Qaytar desa, eslab qolaman. Yana qaytar berdi payg'ambarimiz. Peshin, asr qaytar. 2-3 marta aytsa ham haliga tartibni eslab qola olmayapti. Shunda sahobalardan biri, "Ya Rasululloh, ruxsat bering, men o'rgatay" dedi. O'rgatdi, she'r qilib aytib berdi haliga narsani. Albatta namoz 4 va 4 tur, so'ngra 3 tur, keyin yana 4 tur, so'ngra bomdod namozini o'tma, u 2 dir dedi. Bo'ldi, eslab qoldi. Agar she'r qilib aytilinsa, nihoyatda ularning zehniga oson eslab qolishar edi. Shuning uchun payg'ambarimiz bir shoirning iymon kelishligidan qattiq xursand bo'lgandi. Bu ikki ansoriy payg'ambarimiz bilan Aqabada uchrashishga va'dalashib kelishdi hamda o'zlarining qavmiga qaytib borishdi. Va'dalashilgan tun bo'lganida 73 ta erkak va 2 ta ayol payg'ambarimiz oldiga Aqabada ikkinchi Aqaba bay'atini berishlikka jamlanishdi. Payg'ambarimiz bu ikki ansor bilan suhbatlashayotganda Abbos o'tirgan edi. Mushrik edi. Bu ikki sahoba ansoriy gapirgani ehtiyot bo'lib qo'rqib turganini ko'rib payg'ambarimiz gapiraveringlar. Bu ishonchli odam, meni amakim deganda gapirgan edi. Endi Abbos payg'ambarimiz bilan ular bilan uchrashgani borganda men ham boraman deb turib oldi. Payg'ambarimiz uni yetalab bordi. Abbos mushrik holatida. Hammalari jamlandi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldi ular, o'zi musulmon edilar, yana shahodat kalimasini aytishdi. Ansorlar aytishdi: "Ya Rasululloh, biz sizni bizni yurtimizga, Yasribga, Madinaga ko'chib kelishingizni xohlaymiz. Shart qo'ying" dedi. Ya'ni nima qilsak, siz ko'chib borasiz dedi. Rasululloh ularga men sizlarga Alloh taologa shirk keltirmaslikni, fahsh ishlarni qilmaslikni va boshqalarni shart qo'yaman dedi. Ansorlar: "Yo Rasululloh, bu Alloh uchun qo'yiladigan shartlar. Siz o'zingiz uchun shart qo'ying. Qanaqa sharoit qilib bersak kelasiz?" Qaranglar, nimani savdolashyapti bular? Rasulullohni o'zlariga qo'shni qilmoqchi. Rasulullohni o'zlariga ham mahalla qilmoqchi, ham shahar qilmoqchi. Qanaqa baxt bu? Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga men sizlarga ayollar va bolalaringizni qanday himoya qilsangiz, meni shunday himoya qilasizlar deb shart qo'yaman dedi.
Shunda Ansorlarning sayyidi Sa'd ibn Uboda: "Ya Rasululloh, agar biz shunday qilsak, bizga nima bor?" dedi. Payg'ambarimiz: "Sizlar uchun jannat bor" dedi. Sa'd shunday qilib "Ya Rasululloh, kelishdik" dedi. Bu gapdan, bu vaqtda biz ham qaytmaymiz, siz ham ozaytirmaysiz ahdingizni. Kelishdik dedi. Xuddi shu va'dani, shu shartni payg'ambarimiz bayroqga qo'yganida, men sendan keyin xalifa bo'laman, shunda iymon keltiraman deganida, dunyoni ta'ma qilgan edi. Allohning roziligi uchun qilinadigan ishlarda boshqa hech qanaqa niyat kirishi mumkin emas. Payg'ambarimiz mendan keyin xalifa bo'lasizlar, boy bo'lib ketasizlar, hukmron bo'lasizlar dedimi? Dunyo matohidan biror narsani aytdimi payg'ambarimiz? Nima dedi? Sizlar uchun jannat bor dedi. Ular aytishdi, biz bu vaqtdan qaytmaymiz, biz ham turib beramiz bu vaqtimizda. Endi siz ham qaytmay orqaga. Biz uchun jannat bor dedi. Yutdi bular mana shu savdosida. Shunda payg'ambarimiz: "Ey Sa'd, siz qavmingizdan bitta odamsiz xolos. Qavm kimisi rozi, kimisi norozi, men bilmayman" dedi. Qavm turib baqirib ketdi: "Ya Rasululloh, rozimiz" dedi. Yo'q, men kim gapiryapti bilmayman. Kim gapirdi, kim gapirmadi men bilmayman bu narsani. Ichingizlardan vakillarni, naqiblarni saylanglar dedi. Sizlarning nomingizlardan menga kelib bayat bersin. 12 ta odamni vakil qilib saylashdi. Ana shu odamlarning 10tasidan vakil bo'lib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga va'da berishdi, bayat berishdi. Endi bu bayat jihodga berilgan bayat bo'ldi. Endi butun arab qabilalariga qarshi urushlikka ular payg'ambarimizga so'z berdi. Mukofoti jannat. Shunday qilib, ikkinchi Aqaba bayati nihoyasiga yetdi. Bu bayat nihoyasiga yetganidan keyin ana shu joyda o'tirgan mushrik bo'lgan Abbos turib: "Ey Yasribliklar, agar sizlar meni jiyanimni olib ketib, Muhammad sollallohu alayhi vasallamni keyin himoyasi tashab qo'yadigan bo'lsanglar, yaxshisi olib ketmay qo'yaveringlar. Hozirlar qoldirib ketaveringlar. U Makka da bizni himoyamizda" dedi. Shunda Ansorlar: "Allohga qasam, Rasulullohni biz hech kimga topshirib qo'ymaymiz" dedi. Bayat tamomiga yetganidan keyin mana shu hadisni rivoyat qilayotgan sahoba aytadi: "Hayotimda hech qachon eshitmagan baland ovozni eshitdim. Bir odam baland ovoz bilan baqirdi. Nima dedi? Nido qiluvchi aytdi: "Ey chodir egalari, Muzammam va o'z dinidan qaytganlar sizlarga qarshi urush qilgani kelishib oldilar" dedi. Bu iblis edi. Ana shu Minodagi chodirda turgan hamma kishilarga eshittirib ovozini boricha sizlarga qarshi Muzammam va dinidan qaytganlar qarshi urushlikka ittifoq qilishdi dedi. Bu shaytonning ovozi edi. Bu ovozni hamma eshitdi. Ansorlar ham, payg'ambarimiz ham, boshqa Minoda turgan kishilar ham. Shunda Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu shart turdida qilichini sug'urib: "Ya Rasululloh, agar xolasangiz hozir jang qilamiz ular bilan." Ya'ni bergan ahdidagi vafosini, jiddiyligini ko'ringki, 73 ta bo'lgan odam butun hajga kelgan hojilar bilan urushlikka tayyor. Payg'ambarimiz tarqalinglar dedi, ular tarqab ketishdi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.